Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, bugun biz Word dasturida jadvallar bilan ishlash mavzusida videorolik tayyorlaymiz. Word dasturiga kiramiz. Xo'p, siz to'g'ri eshitdingiz. Word dasturida ham bemalol Excel kabi jadvallar bilan ishlasa bo'ladi. Bu juda ham oson va juda ham qulayliklar keltirib chiqaradi bizga. Xo'p, bizga jadval kerak. Stavka bo'limiga o'tamiz. Xo'p, tablitsani ustiga bosamiz. Mana bu yerda biz uchun juda ham oson bo'lgan funksiya mana bu. Ya'ni mana 8 ga 7 maksimal 10 ga 8. Bu degani mana 10 ga 8 oladigan bo'lsak, xo'p. 10 ta ustun va 10 ta qator. 8 ta qator. Xo'p, bizga bu kerak emas. Bizga bundan ham ko'proq jadval kerak, chunki ma'lumotlarimiz ko'p. Deydiganlar uchun stavit tablitsu. Bu yerga mana xohlasak biz 15 ga 15 ta ustun, hop, orana 40 ta qator kerak. Mana. Jadvalimiz tayyor. Bu yerdan bemalol kattaytirsak, birinchisi nomerga, ikkinchisi ism familiyaga. Bu yog'i kunlar yoki nimalarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana tayyor jadval. Xo'p, bu kamlik qilsa, mana plus tugmasi bilan yana ham qo'shishimiz mumkin. Bu 42 ga chiqib ketdi soni. Xo'p, bu yerda mana qo'shimcha bizga konstruktor va maket bo'limlari ochiladi. Konstruktorda mana grafiklar, har xil grafiklar bo'yicha ham ishlasak bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bu yerda granitsa bo'limi bor. Bu yerdan Excel'lar kabi yacheykaning qaysidir qismlarini olib qo'ysak bo'ladi mana. Ko'rib turibsiz, o'zgaryapti. O'zimizning ixtiyorimizga qarab, bu yerda ham qo'shimcha funksiyalarni bajara olsak bo'ladi. Xo'p, yana bir yaxshi jihati bor. Hozir sizga buni ko'rsataman. Xo'p, bu kerak emas. Bunda Excel tablitsasini ham chiqarib olsak bo'ladi. Mana Excel tablitsa. Xo'p. Buni ham qatorlarni kattaytirib, faqat bu ozgina kompyuterimizdan ham ozgina grafikani ham talab qiladi. Xo'p, yacheykalarimizni kattaytirib, kichraytirib bemalol ishlasak bo'ladi. Mana necha kerak bo'lsa, yacheykalarimizni kichraytirib o'zimizga moslab olsak bo'ladi. Excel'da qanday ishlagan bo'lsak, xuddi shu ko'rinish bo'ladi mana. Maksimal mana kattaligimiz, joyimiz kattaligi. Asosan bizga shu tayyor tablitsaning joyi va stavit tablitsa kerak bo'ladi. Shu bilan birga bemalol biz xohlagan jadvallarimizni yaratib, xohlagan ishlarimizni bemalol qila olsak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Shu mavzu bo'yicha va yana qo'shimcha mavzular bo'yicha savol va takliflar bo'lsa, bemalol kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz degan umiddaman. Shunga qarab biz videoroliklarda qo'ldan kelgancha tayyorlab borishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat hammaga.